O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14 fevral 2022 yildagi 71 son qarori bilan tasdiqlangan ma'muriy reglament talablari asosida ijara va meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi asosida tegishli bo'lgan yer uchastkalarini xususiylashtirish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishga doir ma'muriy reglamentlar tasdiqlandi. Ma'muriy reglamentga ko'ra, yer uchastkalarini xususiylashtirish bo'yicha davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatiladi. Ariza tuman shahar qurilish bo'limi kadastr filiali tomonidan ko'rib chiqilishi uchun yer xususiylashtirish axborot tizimiga yuboriladi. Kadastr filiali ariza tushgan kundan 5 ish kunida ma'lumotlarni tekshiradi. Tuman shahar qurilish bo'limi 3 ish kunida yer joylashgan hududning aholi punkti yoki ular orasidagi hududni rivojlantirishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish to'g'risidagi hamda ularni qurish haqidagi tasdiqlangan hujjatlarga yer uchastkasi joylashuvining muvofiqligini ko'rib chiqadi. Yer xususiylashtirish axborot tizimida ariza natijalari bo'yicha, ya'ni kelishilganligi yoki rad etilganligi yuzasidan xabarnoma shakllantirilib, ariza beruvchiga yuboriladi.